Davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tomonidan Harbiy prokuratura armiya prokuraturasi shiori ostida olis hududlarda xizmat burchini o'tayotgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolari uchun bepul chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil etilmoqda. Toshkent viloyatidan tayyorlangan lavhamiz shu haqda. Mamlakatimizda harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari ijtimoiy himoyasini ta'minlash, salomatligini muhofaza qilish va har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan kuch tuzilmalari hamkorligida Bo'stonliq tumanida harbiylarning oila a'zolari va harbiy ayollar uchun bepul chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil etildi. Unda 500 dan ziyod harbiy xizmatchilarning oila a'zolari, xodimalar, shuningdek, tumanda istiqomat qiluvchi xotin-qizlar malakali tibbiyot mutaxassislari tomonidan turli yo'nalishlarda tibbiy tekshiruvlardan o'tishdi. Ko'rik davomida ishtirokchilar zamonaviy jihozlangan ko'chma mobil laboratoriyada maxsus tekshiruvdan ham o'tishdi. Tor doiradagi mutaxassislik bo'yicha shifokorlar qabulida bo'lib, bunda ularga qo'shimcha ravishda sog'lom turmush tarzini shakllantirish va turli xil kasalliklarning oldini olish yuzasidan zaruriy tushuncha va tavsiyalar berib o'tildi. Bizni mana shu harbiylar qatori taklif qilishdi. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Prezidentimizni bizga qaratgan e'tiborlardan juda ham xursand bo'ldik. Tibbiy ko'rikka kirganimizda har bir shifokor bizlarni e'tibor bilan qarab, kerakli bo'lgan maslahatlarni berishdi. Shunday tibbiy ko'riklar bo'lib tursa, albatta ayollarimiz har doim sog'lom bo'lishadi. Tadbir ishtirokchilari bunday tashabbusni iliq kutib olib, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolariga bo'lgan g'amxo'rlikni amalda his etishganini ta'kidlab o'tishdi. Bugun biz ayollarga ko'rsatilayotgan tibbiy muolajalardan mamnunmiz. Bizga yaratilayotgan imkoniyatlardan minnatdormiz. Kattakon rahmat. Bu kabi amaliy tadbirlar respublikamiz bo'ylab izchil davom etib, harbiy xizmatchilar salomatligini saqlash, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ma'naviy ruhiy holatini yuksaltirishda muhim o'rin tutadi.